Kyrgyz Republic goalkeeper is more busier. Definitely Nepal dominated. This is the dangerous player over there for the Nepali team, and this was a chance. Again, a good save from the goalkeeper Dilnura, and a long shot from Renuka. Another Excellent in the attacking front. Look at the touch. Look at this touch. That killing pass for Nepal. This was the moment where it should have been 2-0. First of all, Rider of Dilnura, she could have opted the second bar, but went for the first bar, failed to keep the shot on target. Pretty rise. Yaxshi uzatma. Zarba ko'ramiz. Uzoq masofada. Nepal to'pni egallab olyapti. Zarba Kechroq 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. O'y, mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va teammates, but it was not to happen, and this was the goal of Abhinav. Sabita piercing through the Kyrgyz Republic. Goal for Nepal, scored by player number 8. mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4 qanot tanlandi bu safar ham. Birinchi raqib aldab o'tildi, ikkinchi qavatni uzatma. 5-golni ko'rmaymiz. Qaytarib berdi, endi ko'rsak kerak. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik For Nepal, scored by player number 9, Savitra Ukhandari. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Goal for Nepal, scored by player number 10, Rashmi Kumari Isi. Goal for Nepal, scored by player qaytarildi. Hozircha 19-raqam egasi ko'p ham ko'zga tashlangani yo'q. Aniq borganda chiroyli. bo'ladi-ku, maydonda ham qora mehnatni bajarishadi. Hozir Shoimova mana bu o'yinchiga qarshi chiqib kelish kerak. Zarba amalga oshirildi, kuchsiz. Failing to keep 10 shots on target. Second half, producing none of the goals. It was in the first half. To'xtatdi qaytamiga tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar.
Bu safar ham gol urilsa, burchak zarbalaridan bemalol gol kutsak bo'ladi. O'tkazildi. Zarba. Birinchisida gol urildi. Yuqoridan darvoza tomon to'g'ridan to'g'ri zarba muhim. Biz esa kutamiz, ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Mana. Maydonda olib tashlangani haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir yana bir burchak zarbasi. Kuzatib qo'yishimiz kerak. Darvozabon hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi. Darvozaga zarba. Zaxiradan qo'shilgan yana bir o'yinchi. To'pni tepada. Pujarana yaxshi ko'tara oldi yuqoriga. Hozir esa burchak zarbasini kuzatamiz. Mana bunday pas amalga oshirildi. Rayning zarbasi balanddan sherigiga Karachik to'pni egalladi. Oldinga qarab yugurmoqda Lyudmila. Jarima maydoniga kirib boradi. U kirib bordi ham bizga umumiy holatini. Let's watch the slow motion. She passed through the channel to Jiraporn. Her shot was saved. The third one, if there's a chance, it will go through this one. Lock, cut, left. He kicked the ball himself. Wow.